Siz qancha dinga qarshi kurashmang, qancha Allohni nurini o'chirishga harakat qilmang, qancha dinni yo'q qilishga harakat qilmang, vallohu g'olibun ala amri. Alloh baribir g'olib. Allohni aytgani bo'ladi baribir. Musa alayhissalom qissasiga bir qaraylik. Fir'avn tushida ko'rdiki, bir olov kelib uni hokimiyatini yondirib yuborganini. Bu tushi ta'bir qilganda yondagi odamlari, vazirlari shular aytishdiki, bir bola tug'iladi dedi. Shuni ta'bir qilib aytishyapti, ya'ni. Bir bola tug'iladi. U bola katta bo'lganda seni hokimiyatingni halokatiga sababchi bo'ladi deydi. Shunda farmon chiqaradiki, har bir tug'ilgan o'g'il bolani so'yinglar deydi. Qani har bir tug'ilgan o'g'il bola so'yilish boshladi shaharda. Musa alayhissalom ana shunday yilda tug'ildi. Lekin Alloh taolo shunday iroda qildiki, bu bola Fir'avnning uyiga kirib qoldi. Ana shu uyda katta bo'lish boshladi. Fir'avn tashqarida minglagan, balki 100 minglagan bolalarni so'yib tashladi. Shu bilan ovora bo'ldi. Bilmadiki, burnindigida uni halokatiga sabab bo'ladigan bola katta bo'lardi. Uni o'zi boqib katta qildi. Va kelajakda bu bola Musa alayhissalom uni halokatiga sabab bo'ldi. Nima degani bu? Vallohu g'olibun ala amri. U o'zini ishida g'olib degani. Baribir o'zinikini o'tkazadi degan sizga. Ya'ni Alloh taqdir qilgan narsani baribir qoyim qiladi degan. Qancha unga kurashilmasin.